Toshloq tumani hokimi Abduqahhor Jo'raboyevning kitobga bo'lgan mehri bolalikdagi tarbiyadan boshlangan. Onasi unga turli voqealar o'qib berishi, uning dunyoqarashi va bilimga chanqog'ini erta yo'qotgan. Ertak kitoblardan o'qib berardilar. Keyin hikoyalarga o'tdilar o'qib berishga. Shu hikoyalar hali ham meni yuragimda-da. Hali hayotda meni o'sha kitobga bo'lgan mehrni, ma'naviyatga, ma'rifatga, oz bo'lsa ham ilmga bo'lgan bir qiziqishni paydo qilishda mana shu onamni yoshligimda o'qib bergan kitoblarimni o'rni beqiyos bo'ldi deb hisoblayman. Toshloq tumani hokimi ta'kidlaydiki, kitob insonni tarbiyalaydi, fikrlashga va kamolga chorlaydi. Kitob o'qib inson hayotda adashmaydi, doim to'g'ri yo'lni topadi. Uni kelajakda kitobga bo'lgan mehrini shakllanishida katta rol o'ynaydi deb hisoblayman. Hokim ta'kidlaydiki, maktab va oliy ta'limda o'qigan kitoblari uni dunyoqarashni kengaytirgan. U doim bu asarlarni boshqalarga ham tavsiya etadi. Unga ko'ra, bu kitoblar ayniqsa davlat xizmatchilari uchun juda muhim, chunki ular bilim va mas'uliyatni hissini oshiradi. Singapurda birinchi bosh vaziri Li Kuan Yew'ni yozgan kitobi bor. Mana shu 3-dunyodan 1-dunyoga asarini to'liq o'qib chiqish davlat xizmatchisiga juda ham katta foyda va juda katta natija keltiradi deb hisoblayman-da. Alixon To'ra Sayxunning Turkiston qayg'usi asarini ham o'qishni tavsiya etadi. Unga ko'ra bu asar vatan muhabbati, millatga sadoqat tuyg'ularini yanada kuchaytiradi va tarixiy xotirani asrab-avaylashda muhim o'rin tutadi. Manan mustaqilligini orzusi yo'lida va shu yo'llarda qilingan xatti-harakatlarda juda ayrim yo'nalishlari va ularning orzulari haqida mana shu kitobda ham o'zini juda chiroyli narsalarni ko'rsatib o'tgan. Shuningdek, kitobxonlar jahon adabiyot namunalaridan ham bir nechta asarlarni mutolaa qilishlarini tavsiya etadi. Bu orqali ular nafaqat milliy adabiyotimiz, balki dunyo adabiyoti merosining boy va rang-barang olami bilan ham tanishish imkoniyatiga ega bo'lishlarini aytadi. Mana shu Aleksandr Dyumani If qal'asini mahbusi yoki Graf Monte-Cristo deymiz. Shu kitobni, buni kinosini ham ko'p ko'rganmiz. Buni kitob holatida agar o'qiydigan bo'lsa, insonni nihoyatda hayotida katta burilish yasashi mumkin bo'lgan kuchli asarlardan. Mana shu asarlarni ham o'qib ko'rishni men tavsiya beraman. Ayni kunlarda Farg'ona viloyatida davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida Toshloq tumanidagi korxona va tashkilotlarning rahbarlari ham, ularning xodimlari ham axborot resurs markaziga a'zo bo'lib, kutubxona imkoniyatlaridan faol foydalanishmoqda. Mana a'zolarning soni hozir mana 6000 tadan oshdi, 6000 tadan. Mana bugun yana targ'ibot qilyapmizki, bularning sonini biz 10 mingdan, 15 ming, 20 mingdan oshiraylik. Kitob o'qigan insonni ongi boshqacha bo'ladi. Shuningdek, loyiha doirasida rahbar kitob tavsiya etadi nomli tadbir ham tashkil etilmoqda. Unda turli tashkilot rahbarlari o'zlari o'qib, ma'qul ko'rgan kitoblarni xodimlarga tavsiya etib, kitobxonlik va bilim olish madaniyatini oshirishga hissa qo'shmoqdalar. Markaziy kutubxonamizga 5200 ga yaqin davlat xizmatchisi a'zo bo'ldi va bundan kelib tushgan har bir a'zolik 10 ming so'm badal belgilangan bo'lsa, umumiy jami 50 milliondan ortiq mablag' jamg'arildi. Aynan 50 million so'm hisobiga markaziy kutubxonaga buyurtmalar asosida bugungi kundagi eng mutolaasi ko'p bo'lib turgan bestseller asarlar, kitoblar sotib olindi. Ya'ni buni soni 1200 dan ortiqni tashkil etdi. Yana Toshloq hokimi bilan suhbatlashamiz. U aytadiki, bundan bir necha yillar avval kutubxonalar faoliyati to'xtatilgan edi. Ammo Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan kutubxonalar qaytadan tashkil etildi va ularning ahamiyati aholi uchun imkoniyatlar yanada kengaydi. 8 yil, 9 yil, 10 yil orqaga qaytib ko'raylik, kutubxonalar yo'q bo'lib ketgan, kitob magazinlar yopilib ketgan, hech kim kitob o'qimay qo'ygan edi. Shu kitobga bo'lgan qiziqishni bizga qaytarib berdilar. Kitobxonni yana kutubxonalarga qaytartirib berdilar. Yoshlarimizni kitobga bo'lgan qiziqishini tiklab berdilar. Endi shuni qolgan joyidan biz davlat xizmatchilari shu mayoqni qo'limizga olib, yana ham oldinga olib ketishimiz kerak. Farg'ona viloyatining ma'naviy salohiyatini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan bu loyiha davlat xizmatchilarining bilim va kasbiy rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.